Sizningcha, bitta ayol umri davomida ko'pi bilan nechta farzand dunyoga keltirishi mumkin? 5 tami? 10 tami? Balkim 20 tadir? Bugun biz Ginnesning rekordlar kitobiga kirgan, aql bovar qilmaydigan darajada eng ko'p farzandli ona haqida gaplashamiz. 18-asrda Rossiyaning Shuya shahrida yashagan dehqon ayol Valentina Vasilyeva o'z hayoti davomida naqd 69 ta farzand dunyoga keltirdi. Ha, adashmadingiz. Aynan 69 ta. Bu ko'rsatkich bilan u dunyo tarixidagi eng ko'p farzand ko'rgan ayol sifatida rasman tan olindi. Tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir inson bunga ulgurishi mumkinmi? Valentina jami 27 marotaba tuqqan. Uning farzandlari birin-ketin emas, balki guruh bo'lib tug'ilgan. U 16 marta egizak, 2 nafardan, 7 marta 3 nafardan va 4 marta 4 nafardan farzand ko'rgan. Eng hayratlisi, o'sha davrda tibbiyot darajasi past bo'lishiga qaramay, uning farzandlaridan 67 nafari omon qolgan. Sizningcha, hozirgi zamonda shuncha farzandni tarbiyalashning imkoni bormi? Yoki bu faqat o'sha davrning mo'jizasimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.